Bolgariya ishchi vizalari juda ham uzoq deganlar uchun mana 3 ta Bolgariya ishchi vizalari. Sanalarni ko'rsataman, yaqinroq keling. 22.03.25, 22.09.25. 45 kun muddatga berilgan bu yillik vizalar hisoblanadi. Akalarning o'zlari shu yerda hozir yonlariga kirib, xalqimizni qiziqtirayotgan savollarni berib, suhbatlarni olamiz. Assalomu alaykum. Salomatsizlar. Avvalambor yana bir marta tabriklayman. Mana vizalar. Xalqimizni so'rayotgan, xalqimizni qiziqtirayotgan eng kerakli bo'lgan 3 ta savol so'rayman sizlardan. Birinchi savol. Viza qancha muddatda chiqdi? Faqat yashirmasdan ochiq oydan o'yin qilamiz, ochiq oydan aytsanglar. 7 oyda chiqdi. 7 oyda chiqdi. Bolgariya vizasi 7 oyda chiqdi. Bolgariya vizasi uchun 4 oy, 5 oy, 6 oy, 7 oy, 1 yilgacha ham bo'lishi mumkin ekan. Hozir mana bularning vizalari 7 oyda chiqdi. Ikkinchi savolimiz, qanaqa ishga ketyapsizlar va qancha oylik ishga ketyapsizlar hozir yo'q? Bizlar hozir kamchik bo'lib turib ishga ketyapmiz. Oylik kuniga $50 deyishyapti. Ish beruvchi bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zingizlar gaplashganmisizlar yoki bizning yigitlarimiz yordam berishgan? Sizlarning yigitlaringiz. Bizning yigitlarimiz yordam berishgan. Okey. Oxirgi savolim, kim tavsiya qildi sizga o'sha Bolgariyaga ishga borishni va u yerdagi sharoitlar qanaqa ekan? O'zimning akam tavsiya qildi. Sharoitlari yaxshi deydi. Oyliklari ham yaxshi. Men hammanglarni tabriklayman. Ishinglarga rivoj, yaxshi yetib olinglar Bolgariyaga. Xudo xolisa Bolgariyada birga osh qilamiz sizlar bilan. Kimga Bolgariya vizasi kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilinglar. Like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin.